Joriy yilning 3-aprel kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati, Jamoat tartibini saqlash boshqarmasi maxsus qabulxonasida saqlanayotgan ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar bilan profilaktik ruhdagi uchrashuv tashkil etildi. Mazkur tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarga psixologik yordam ko'rsatish hamda ularning kelgusida takroran huquqbuzarlik sodir etishlarini oldini olishdan iborat bo'ldi. Uchrashuvda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Jamoat tartibini saqlash boshqarmasining mas'ul xodimlari hamda Andijon shahrining bosh imom xatibi ishtirok etib, hayotda to'g'ri yo'l tanlash, jamiyatda munosib o'rin egallashning ahamiyati hamda insonlarga mehr-oqibat kabi ezgu fazilatlar haqida atroflicha tushunchalar berildi. Pichoq ko'tarib, ota-onani norizo qilayotgan bolaligini Xudo qiyomatga qo'ymaydi. Dunyoda hayotda azobini bermaguncha uni jonini olmaydi. Niyat qilish kerak. Parvardigor Xudo xolisi mashidan bugun chiqib ketadigan bo'lsam, hayotimda minbat birovga yomonlik qilmayman, birovga pichoq ko'tarmayman, birovni urishmayman. Siz agarda shu 15 sutkasini bir soatingizda to'g'ri xulosa chiqarmasangiz, jarlikka qarab ketasiz. Bundan tashqari qaytadan huquqbuzarlik yoki jinoyat sodir etmaslik, qonunlarga rioya qilishning ahamiyati keng yoritildi. Ayniqsa ichkilik va qonunlarga bepisand munosabatning og'ir va ayanchli oqibatlari haqida hayotiy misollar keltirilib, ta'sirchan videorolik namoyish etildi. Uchrashuv davomida huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarning muammolari, ularni qiynayotgan masalalar tinglanib, har bir murojaat alohida o'rganildi. Mazkur muammolarni bartaraf etish yuzasidan tegishli mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Bu yerga kelishinglarni men tavsiya qilish niyatida gapirmayapman. Bu yer inson havas qiladigan joylar emas. To'g'ri yurganimiz yaxshi ekan o'zimiz uchun, nafaqat o'zimiz uchun, shu atrofimizdagilar uchun, o'zimizning oila a'zolarimiz uchun. Xudoga shukr, yurtimiz tinch. Shu yurtimiz tinchligi uchun avvalambor. Bunday uchrashuvlar inson taqdiriga befarq bo'lmaslik, ularga psixologik yordam ko'rsatish, to'g'ri yo'lga qaytarishda muhim ahamiyat kasb etgani bilan yanada ahamiyatlidir.